Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va bizni YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Asaka shahar, to'g'risi bu mahallaning nomi ko'p ekan. Yong'oqday ham deyishar ekan, ko'prigi boshi ham deyishar ekan. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan akamizni xonadonlariga kelganmiz. Bu akamizni polni uyini eshik romlarini olib kelib berganmiz. Hozirda o'sha o'rnatilish jarayoni boshlanmoqda. Qaysi holatda bo'lgani, ayniga qanaqaligi o'rnatib bo'lingandan keyin video obzorda bu qator ko'rsatib tushuntirib berib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Biz ishimizni boshladik. لو حتى يصرخ طول ما بينا حياة طول ما بينا حياة قلبي رافض يسمعك قلبي رافض يسمعك قلبي رافض يسمعك سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي تبت يا سيدي سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي تبت يا سيدي Darvozaxonaga kiraverishdan boshlaymiz. Birinchi romimiz 1.50 ga, balandligi 1.70. Общий to'rtta ko'zlik, pasti 3 ta ko'z, o'rtadan bittasi ochiladigan bo'lgan sulujniy mexanizmda. Xo'p, profili Redpen Plus 6000 quvatro 4 kameralik TVP profilda, ya'ni zavodskiy rezinkalik. Bunga qo'shimcha moskitnoy setga qo'yib berganmiz. Aynaklari 2 qavat, oq va qora bo'lgan. Qora aynakni ko'rishingiz mumkin, Tarinovkaga o'xshab ko'rinadi. Bunda yana 35 lik poligonligi bor. Aylantirib penalarigacha sepib berganmiz. Xo'p, undan keyingisi uyimiz oldi vitraji. Panorama holatda qilib berganmiz. Juda ham cho'tka holatda bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Bu vitrajimizni profilini alyumin aldoks 1 da qilib berganmiz. Aynaklari 06 kalyonli bo'lgan, Glass Expo'dan ko'rishingiz mumkin. O'rtada 2 qanotli eshigi bor. 1.60 ga, balandligi 3 metr. Eshigimizning qanoti balkon 9 cm lik profilda bo'lgan. Rezinkalari SPS bosma rezina 5107 da bo'lgan. Ruchka zamoglari doimgidek graf firmasiga tegishli. Ochilib yopilishlari har holatda ancha ustun ishlaydi. Ichkarida yana bitta eshigimiz bor, 1.14 ga, balandligi 250. Xo'p, undan keyingi yana ikkita bir xilda eshigimiz bor. Общий bir xilda 3 ta eshigimiz bor. 1.14 ga, balandligi 250, 2 qanotlik. Bu oddiy qanotda bo'lgan, chunki eni o'zi 1.14 edi. Xo'p, eshiklarimizning fasoni panorama holatda bo'lgan, selli ayna tushgan oxirigacha, hammasiga graf ruchka zamonlardan qo'yib berganmiz. Rezinkalari 5107 bosma rezinada bo'lgan. Ochilib yopilishlari. Xo'p, xonamizning ichida yana bitta romimiz bor. 1.50 ga, balandligi 1.50. Bu ichkaridan ko'rinishi ayni edi. Qoraligi paka bilinmaydi, lekin uyning ichini ancha salqin ushlab beradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Qora aynak juda bir boshqacha vid beradi. Ichkari tomondan bir qator ko'rsatib beraman. Uyning ichini ancha salqin qiladi, tashqaridan ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Atak tashqaridan ichkari ancha-munchaga ko'rinmaydi. O'kinning ruchkalari akfa logotiflari bilan 35 lik ak plus padagonlik, aylantirib penallarni sepib berganmiz. Двойной aynak, moskitnoy setka va sulujniy mexanizm. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi soatda ishlab turibdi. Общий ikkita romga sulujniy mexanizm qo'yganmiz bu yerda. Va eshigimizning yopilishi. Bitta baho beribsizlar. Bu 5107 bosma rezinamiz shovqinni ancha kamaytirib beradi, issiq sovuqda ancha zo'r ushlab beradi. Xo'p, uyimizni bu tomoniga o'tadigan bo'lsak, uyimizning oldi ayvoni bor edi. Oldin eski teraska bo'lgan ekan. Biz buni almashtirib berdik. Romo Plus 6000 quvatro, bu ham 4 kameralikda, eshigini alyumin qo'yib berganmiz. Choykilarni ko'ryapsizlar, почти bilinmaydigan holatda kelib ketgan.
Romi 230 ga balandligi 170, eshigi 120 ga balandligi 250 buni ham. Romi to'rtta ko'zlik, o'rtadan ikkitasi ochiladigan bo'lgan, обычный ochilishda. Bunda ham 35 lik padagonliklari bor. 120 ga 160. Ikkita bir xilda yonma-yon romlarimiz bor. Bir tomondan ochiladigan qilib berganmiz. Bunga ham ikki qavat qora aynek, padagonlik, oddiy ochilish, aynaltirib penalanib berganmiz. Xullas full holatda bo'lgan. Ikkita fortichkamiz bor yana. 70 ga balandligi 40. Bundan tashqari podvallariga eshik qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 114 ga balandligi 185. Ichkariga chap tomonga ochilgan. Hatto shuni ham aynagini ikki qavatli qilib, graf ruchka zamoylari bilan jihozlab berganmiz. Ko'rib turibsizlar, uyimiz xudo xohlasa ponni holatda bitdi. Keyin ayrim kalyonni ayni qo'ygan joylarimizda, panorama holatda qilayotgan ishlarimizda kommentariyalarni o'qib qolyapman, nimaga birli ayni qo'ymayapsiz? Oltilikka qaraganda birli pishiqroq turadi. To'g'ri, oltilikka qaraganda birli ancha mustahkam bo'ladi, faqat o'ziga yarasha sabablari bor. Birli ayni odatda do'konlarga qo'yiladi. Birinchi sababi pishiqligi kerak. Do'konlarda aynaga katta bo'ladi, чересчур katta bo'ladi. Ikkinchi sababi birli aynida rezina solinmaydi. Aynakdan keyingi hozirgi mana bu bolalar bosayotgan rezina solinmaydi birli aynada, chunki sig'maydi u. Shuni hisobiga shovqin bo'ladi, aynak tiriqlagan ovoz chiqaradi. Rezinka solinmagan aynakka qaraganda rezinka solingan aynak mustahkamroq turadi. To'g'ri, endi qalinligi yupqa bo'lishi mumkin, lekin mustahkamligi bunda kuchliroq bo'ladi. Shuni hisobiga ham narxidan, ham sifatidan oltili aynak kuchliroq chiqadi. Shaxsan bizni tanlov oltili bo'ladi. Klientga ham ancha ma'qul keladi shu narx. Xo'sh, endi asosiy masalaga o'tamiz. Narxi muhim hammaga. 120 ga boring 250 gacha. Imindi shu holatda panorama, oqqa qora aynak, alyumin profilda. 2.400 ming, 2.500 ming so'm atrofida chiqadi narxi. 150 ga 170, boring 150 ga 150 gacha. Plast, oq, aynaga qora, padagonligi bor, sulujniy mexanizm, maskitniy setka. Ponni full komplektatsiyada 1.700 ming so'mga tushadi. Oddiy ochilishda 1.300 ming so'm bo'ladi. 230 ga balandligi 170. To'rtta ko'zlik, ikkita ochilish, padagonligi bor. Xo'p, aynaga ikki qavat. Boring aynagini bir qavatini rayli bo'lsin. Imini mashg'uloti 2.200 ming, 2.400 ming so'mgacha. 120 ga 160. Padagonlik, двойной aynak, aynaga rangli olib kelib o'rnatilishi, sulujniy mexanizmi bilan 1.300 ming so'mdan tushadi. Fortichkalarimiz o'rtacha 300 ming so'mdan tushadi. Xo'p, bunaqa katta vitrajlarimiz odatda rasxodbay hisoblanadi. Rasxodiga 25% dan 35% gacha xizmat haqi qo'yiladi. O'rtadagi eshigimiz 1.60 ga boring 3 metr. Balkon qanotda oltilik aynaklari bilan bo'ladigan bo'lsa, 3.5 million so'm summada bo'ladi o'rtacha. Shuning bilan bugungi montajimiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Qubba Akfa bilan qoling. Qubba Akfa doimo sizlar bilan, joninglar sog' bo'lsin. Poddeshkada bo'lganlaring uchun rahmat katta. Salomat bo'linglar.